nemis xonadoshlarim haqida gaplashamiz. Ikkinchi xonadoshim bo'lsa, ikkinchi xonadoshim ham juda ham yaxshi. Uyga ko'chib kelayotganda oshxonaga stol javonlar olib kelmoqchi bo'lgan, lekin birinchi menga yozgan, telefon qilgan, rasmlarni tashlagan, shularni olib kelmoqchiman, olib kelsam bo'ladimi, senga neudobno bo'lmaydimi deb hamma narsani so'rab olgan. Men bemalol xohlagan narsangni olib kelishing mumkin, menga umuman ziyoni tegmaydi deganman. Ikkinchi xonadoshimni do'stlari, do'konlari juda ham ko'p. Qachon bizankiga do'konasi kelmoqchi bo'lsa, bir kun oldin yoki-da 2-3 soat oldin ogohlantirib aytib qo'yadi, shu vaqtga kelmoqchi, kelsa bo'ladimi deb mendan ruxsat so'raydi. Men ha bo'ladi deyman. Mendan 3 martami 4 marta ruxsat so'ragandan keyin oxiri do'konlaring xohlagan vaqtda kelishi mumkin. Bu menga hech qanaqa neudobniy bo'lmaydi. Mendan so'rab o'tirishing shart emas. Bu men uchun absolyutno normal holat. O'zingni bemalol his qilaver deganimdan keyin rahmat deb nima qilgan? So'ramay qo'ygan. Kvartiramizdagi mikrovolnovka bilan kir mashina xonadoshlarimniki bo'lgan doim, lekin ular bizdan umuman so'rab o'tirmay, bemalol ishlataver deb aytib qo'yishgan. Faqat bu texnikalarni ishlatish, balki ular nimadir yeyotganda ham men bilan bo'lishadi. Kofe tayyorlamoqchi bo'lsa, ichasanmi deb kofe tayyorlab menga ham beradi. Maxsus pishiriqlar yoki qanaqadir ovqatlar pishirgan bo'lsa, doim menga berishadi. Men ham ularga o'zimizning milliy ovqatlarimizni ko'p pishirib berganman. Internetdagi videolar ham o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Конечно, shunaqa nemislar ham juda ham ko'p. Chunki men o'zimning xonadoshlarim aytgan, oldingi xonadoshlarim unaqa bo'lgan, oldingi xonadoshlarim bunaqa bo'lgan deb. Lekin xonadosh bobida meni omadim kelgan deb o'ylayman.